Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekiston tarix fanidan ikkinchi mavzumizni boshlaymiz. Mavzuimiz Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi. Birinchi reja sivilizatsiya tushunchasi, ikkinchi insoniyatning paydo bo'lishi xususidagi qarashlar va nazariyalar. Uchinchi ibtidoiy jamiyat, uni davrlashtirish va bu boradagi yangicha yondashuvlar. To'rtinchisi Markaziy Osiyodagi paleolit, mezolit, neolit, eneolit va bronza davri yodgorliklari deb nomlanadi. Ikkinchi mavzumizga o'tishda asosan birinchi o'rinda aytishimiz kerakki, insoniyatning paydo bo'lishi masalasi. Insoniyatning paydo bo'lishi masalasida juda ko'plab turli xil olimlar tomonidan turli xil farazlar ilgari surib kerilmoqda. Hozirgacha lekin insoniyatning qanday paydo bo'lganligi haqida fikrlar, qarashlar muammoligicha qolmoqda. Jumladan ba'zi bir guruh olimlar, aniqrog'i diniy olimlar deb qaraydigan bo'lsak, insonning paydo bo'lishini turli xil diniy kitoblarga asoslanib Alloh tomonidan yaratilganligiga to'xtalib o'tadi. Jumladan odamning yaratilishi Qur'on, Bibliya, Injil, Tavrot va boshqa kitoblar, diniy kitoblarda ham Alloh tomonidan tuproqdan yaratilganligi haqida ma'lumotlar keltirilganligi asoslanib, Alloh yaratgan odamzodni yer yuzida degan fikrlarga to'xtaladi. Bundan tashqari yana bir guruh olimlar borki, ular shu masalan ingliz olimi Charles Darwin boshchiligidagi olimlar deb qarasak ham to'g'ri bo'ladi. Ular insonning kelib chiqishini maymunsimon mavjudotlarning shakllanishi jarayonida odamga aylanishligi haqida to'xtalib o'tadi. Va yana bir uchinchi guruh olimlar bor. Ular esa keyingi davrlarda paydo bo'layotgan qarashga to'xtaladigan bo'lsak, o'zga sayyoradan uchib kelgan yer yuziga degan fikrlarni ilgari suradi. Ular nimaga asoslanib shunday fikrlarga kelyapti? Masalan, inson qo'lidan yasalishi mumkin bo'lmagan, hozirgacha sirligicha qolayotgan piramidalar misolida aytish mumkin deb aytayapti. Masalan, eramizdan oldingi 4000-yillarda piramidalarning sivilizatsion darajada qurilganligi, juda ham aniqlik bilan toshlarning joylashtirilganligiga qarab, buni hozirgi insoniyatning ajdodlari qilishi mumkin emas edi. Buni qandaydir texnologiyalar asosida o'zga sayyoralardan kelgan odamzodning ilk ajdodlari deb qarab, shunday fikrlarni bermoqda. Masalan, boshqa sayyorada ham qachondir hayot izlari bo'lganligi va keyinchalik o'zaro to'qnashuvlar natijasida o'sha sayyoralar halokatga yuz tutib, bizga uchib kelganlari yer yuzida muqim qolib ketganligi haqida fikrlarni aytib o'tadi. Demak, insoniyatning paydo bo'lishi farazlariga qaraydigan bo'lsak, 3 xil faraz bor ekan. Shundan endi bizlar yana bir o'sha aytdikki, ingliz olimi Charles Darwinning o'sha maymunsimon mavjudotlardan kelib chiqqanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'niki ibtidoiy jamiyat davrlari yurtimizda topib o'rganilgan manzilgohlarga asoslanib, ularning yashaganligi va topilgan manzilgohlar va qaysi davrlarga taalluqli ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, o'sha guruh olimlarning fikrlariga asoslanib, insoniyatning o'sha uzoq davrlar davomida qanday hayot kechirganligi, qanday materiallardan mehnat qurollari, ov qurollari yaratilganligiga qarab, asosan 6 davrga bo'lib o'rganiladi. Bular qaysilar? Paleolit davri dastlabkisi deb qaraladi. Ya'niki paleolit eramizdan oldingi 3 millionchi yillardan boshlanganligini olimlar izohlashmoqda. Ya'ni 3 million yil oldin Afrika hududlaridan topilgan ilk odamzod ajdodlarining o'sha qoldiqlariga qarab 3 million yil deb belgilamoqda. Bunga nima sabab bo'lmoqda? Sababi o'sha Afrikadan topilgan ilk odamzodning suyaklari oldidan turli xil toshdan yasalgan uy ro'zg'or buyumlari, ov qurollariga qarab, demak bu har xil qanaqadir maymun yoki hayvon emaski, ongli mavjudotdir. Ya'ni u mehnat qila boshlagan, ya'ni o'zi toshdan qanaqadir uy ro'zg'or buyumlari, piyola, kosa shaklida yoki bo'lmasa ov qurollari, nayza, shunaqa tosh qurollardan foydalanganligiga qarab, bular demak aqlli mavjudotlar, ya'ni odamzodning ilk ajdodlari degan
fikrlarga kelmoqda. Demak, o'sha ibtidoiy jamiyat davrlaridagi odamzodning paydo bo'lib yashaganligidan to hozirgi kungacha bo'lgan davrni olimlar 6 guruhga bo'lib o'rganmoqda. Birinchisi paleolit, ikkinchisi mezolit, uchinchisi neolit, to'rtinchisi eneolit, beshinchisi bronza va oltinchisi temir davrlari. Paleolit davriga to'xtaladigan bo'lsak, paleolit davri aytdikki 3 millioninchi yillardan boshlanib 12 ming yillikgacha davom etgan. Bu paleolit davri ham juda katta davr bo'lganligi uchun uning o'zini ham 3 bosqichga bo'lamiz. Birinchisi ilk paleolit, ya'ni 3 million 2,5 millioninchi yillardan boshlab 100 minginchi yillargacha davom etgan. Ikkinchisi o'rta paleolit, 100 ming 40 ming yillarni o'z ichiga oladi va uchinchisi so'nggi paleolit 40 ming 12 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Endi vatanimiz tarixida ilk paleolit manzilgohlari topib o'rganilganmi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, ko'p emas, juda kam g'orlardagi qazishmalar natijasida o'sha ilk paleolitga ham taalluqli odamzod izlari topib o'rganildi. Jumladan birinchi mavzuda keltirib o'tdik, gapirib o'tdik, o'sha Farg'onadagi Selong'ur g'ori yoki Surxondaryoda Teshitosh g'orlarining yoshlari juda ham qadimgi ekanligi, ya'ni 1,5-1 millioninchi yilliklarga taalluqli ekanligi aniqlangan. Chunki o'sha Selong'ur g'ori, Teshitosh g'orlaridan topilgan odamzodning suyaklari, ularning yonlari, o'sha qabrlarida topilgan uy ro'zg'or buyumlari, qurollari, mehnat qurollari juda ham qo'pol bo'lsa-da, mehnat qurollari yasaganliklariga qarab, demak insoniyat Selong'ur va Teshitosh g'orlarida 1 millioninchi yillardan yashaganligi keltirib o'tiladi. Bundan tashqari shu davrga ilk paleolitga taalluqli Ko'l-Buloq manzilgohi ham topib o'rganildi arxeologlar tomonidan va uning yoshini 200 ming yilliklarga taalluqlidir degan fikrga kelmoqda. Ya'ni o'sha 3 million va 100 minginchi yillar oralig'idagi manzilgohlar hisoblanadi bular. Va ikkinchisi aytdikki, o'rta paleolit 140 ming yilliklardagi manzilgohlarimiz endi ko'paya boshlaydi. Sababiki Selong'ur, Teshitosh, Ko'l-Buloq manzilgohlarida yashagan odamzod ko'payishi natijasida ular boshqa manzilgohlarga ko'chib o'ta boshlaydi va endi ko'proq manzilgohlarda odamzodning yashaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Omonqo'ton yodgorligi, Qo'tirbuloq, Obirahmat, Xo'jaxayr, Uchtut, umuman olganda yurtimizda 50 tacha makon o'sha o'rta paleolitga taalluqli topib o'rganilgan. Va o'sha joylarda endi ilk paleolitga nisbatan o'rta paleolitda ko'proq sivilizatsiya, ya'ni o'sha qurollarning takomillashganligini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi uchinchisi so'nggi paleolit 40-12 ming yilliklarga taalluqli Samarqand, Xo'jag'or, Shug'nov kabi jumladan shu 30 tacha makonlar yurtimiz bo'ylab topildi, arxeologlar tomonidan o'rganildi, tadqiqotlar olib borilmoqda. Ikkinchi davr deb aytdikki, mezolit davri. Miloddan avvalgi 12 minginchi yildan boshlab 7 ming yilliklargacha davom etgan. Bunda ham endi aholi soni juda ham ko'payib bora boshlaydi. Ya'ni Qo'shilish, Obishir, Machay manzilgohlari jami yuzlab makonlar topildi mezolit davriga taalluqli va o'sha makonlarda insoniyatning qanday kasblar bilan mashg'ul bo'lganligi, nimalardan foydalanganligi, qanday ov qurollarga ega bo'lganliklarini batafsilroq ko'rib o'tamiz. Va uchinchisi aytdikki, neolit davri, miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Bunda endi Joytun, Kaltaminor, Sazag'on, Uchtut kabi ko'plab manzilgohlarda insoniyatning manzilgohlari topildi neolit davriga taalluqli va o'sha joylarda o'rganildi. Va 4-davr eneolit davri deb atadik, mis tosh davri ham deb ataladi. Miloddan avvalgi 4-3 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Va bunda ham Zamon bobo eng katta manzilgohlardan Sarazm manzilgohlarida juda kenglab tadqiqot ishlari olib borildi. 5-si bronza davri, miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklar. Bu davrda Sopolli tepa, Jarqo'rg'on, Tozabog'yob, Chust madaniyat yodgorliklari topib o'rganildi va ko'plab o'sha joylardagi sivilizatsiya taraqqiyotlar haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Va keyingi oxirgisi temir davri hisoblanadi va bu eramizdan avvalgi 1000-yilliklardan boshlab
hozirgi kunlargacha davom etib kelayotgan sivilizatsiya davrlaridan biri hisoblanadi. Insoniyat O'zbekistonda qadimgi o'choqlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, o'sha birinchisi haqida to'liqroq qarab o'tadigan bo'lsak, paleolit davri. Ya'ni qadimgi tosh davri, yunoncha so'zdan olingan bo'lib, paleos qadimgi, litos tosh degan ma'noni anglatishini ko'rishimiz mumkin.